Assalomu alaykum. Srazu Ishga chiqib ketdim men. Chunki vaqt G'ilminda oldi. qilyaptilar aziz. G'ilminda nimaligini bilmang. Qiziqqanim uchun g'ilminda qilishga harakat qilyapman. Bu tasvir oldingi videolarimning birida Akdeniz universitetida o'qiydigan o'zbekistonlik talabalar biznikiga kelib xalqaro madaniyat festivali uchun o'zimizning milliy taomlarimizni pishirishgani haqidagi vlogdan olingan. Esinglardan bo'lsa, o'shanda birgalashib qovurilgan chuchvara, qush tili va hatto xorazmcha shivit oshi ham pishiruvdik. Mana hozir Feruza opamlar g'ilmindini voy mana hammamiz birgalikda chuchvara tikamiz. Aziz qachon tikaman deb foyda o'tiribdilar. Aziz g'ilmindini foyda. G'ilmindini ham. Ha. Sirdaryo, Jizzax, Samarqand, Qashqadaryo kabi viloyatlarimizda sevib iste'mol qilinadigan g'ilmindi taomi uchun ham harakatimizni boshlab, faqat vaqt yetmagani uchun oxirigacha pishira olmagandik. Festivalning ertasi kuni boshlab qo'ygan g'ilmindini pishirib, talabalarni bemalolroq bo'lib o'tirishga va qo'llari tekkan g'ilmindidan yeb ko'rishga chaqirdim. Qilib o'zbek taomlarini yeyamiz Feruza opamlar bilan. Qo'llaringiz dard ko'rmasin Feruza opa. Vaqt yetmadi, bugun meni tomog'im o'tmadi g'ilminda qilib. Albatta, rahmat, Alloh rozi bo'lsin. Mazza qilamiz buni. O'rtoqlar bilan hammamiz. Assalomu alaykum hammaga. Talabalarimiz kelishdi. Bugun yakshanba, ana kuni Akdeniz universitetidagi tadbir uchun g'ilmindi boshladik, lekin vaqtimiz yetmagan edi. Mana bugun g'ilmindilarni o'sha atalasi tayyor edi, pishirib talabalarimizni chaqirdim. Bular umrida birinchi marta g'ilmindi yeb ko'rishadi. G'ilmindi o'zi shunaqa ovqat-ku, ya'ni uni juda yoqtiradiganlar bor, hech ham yoqtirmaydiganlar bor. O'shanga men hozir ruxsat so'radim, sizlarni reaksiyalarni videoga olaman dedim. Xo'p deyishdi. Yeb berasizlar endi. Osh bo'lsin, qani yeb ko'ringlar-chi. Ha. Birgalikdami? Farqi yo'q, olib mana shunday nima qilaveramiz. Sizlar kommentariyalarni berib yuringlar. Buni ichida sutli atala bo'ladi. Sutli atalani o'sha nima deydi? Yupqaga qilib sariyog'da pishirib olinadi. Qovurilmaydi, bunda botirib olinadi issiq sariyog'da. Yoqdimi? Vau. Aziz, sizga qanaqa? Tushunib oling hozir. Sir solganga o'xshaydi. Sir solganga o'xshaydi ichiga, lekin bu sir emas, chunki o'sha kun tayyorlanishi. Ko'rdingiz. O'sha pishirgan narsangiz ichida-da hozir. Lekin juda ham ichida. O'sha yupqa. Bunichi issig'ida mana shu issiq qaynog'ida qilib yesa, o'zi eng mazalisi o'sha. Endi bu hozir o'sha soviganida isitdik. Voy, men xursand bo'ldim yoqqaniga. Men xursand bo'ldim. Osh bo'lsin. Yana g'ilmindi sog'insanglar, kelinglar, birga pishiramiz. Dilmurodnikini berib yuboramiz mana. Bitta Dilmurodda anaqasi qoldi. Bugun kela olmadi Dilmurod. Zo'r bo'ldi, oxirida ozgina. Mana Dilshod o'sar bizaga o'zbek choylarini qo'yib beryaptilar. Feruza opamiznikida mehmondamiz mana. Shunday qilib, talabalarimizning umrlarida birinchi marta g'ilmindi yeb ko'rganlari haqidagi video nihoyasiga yetdi. Sizchi, siz g'ilmindi yeb ko'rganmisiz? Yegan bo'lsa yoqtirganmisiz?
Yemagan bo'lsangiz, mana g'ilmindini ko'rdingiz, yeb ko'rishni xohlarmidingiz? Kommentariyalarda yozib qoldiring.